Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, qush ishqibozlari, chiroyli tabiatda mo'jizaviy bir parranda, dekorativ narsalarning ishqibozlari akalar. Sizlarga bo'lsa mana Gnezdodan haligi chiqargan kichkina jo'jalarim ikkita ochibdi degan oxirgi videodagi. Mana akalar. Anchadan video qo'ymayotgandim. Bugun vaqt bo'lib qoldi, qushlarni bir xonalariga ham o'zgartirish kiritib yubordim atak. Gnezdolar tomonga polni ildim. Hammasida yotibdi hozir. Hammasida tuxumbosi yotibdi. Rad-radiga qilib ilib chiqdim. Mana hali shu Gnezdodagi jo'jalar hammasi katta bo'lib, churma bo'lib yuribdi. Obunachilar o'z biladi bu jo'jalarni haligi Gnezdodaligida qati chiqmasdan oldin ko'rsatgandim. O'shalar. Bittasida turibdi, bittasida 5 ta edi. Hammasi chiqib, mana uchib, tayyor bo'lib qoldi. Juplashishga tayyor bular. Yemishi nima berasiz deb hali kommentariyga yozishadi. Mana yemish oddiy, kasaga to'ldirib tarix qo'yib, suvni qo'yib qo'yaman. Bu shu bilan kirmayman bu yerga. Umuman kirmayman. Devorning orqasiga panjara tortib qilganim sababi devorni g'ajib teshib tashlaydi. Mana tomonlari teshib tashlashgan. Shunaqa tashlamasligi uchun polni setga qoplab, keyin Gnezdo ildim mana. Uzoqdan ko'rdi. Mana setga qoplab, keyin har bittasini orqasi setga qopladi. Hammasida hozir tuxumbosi yotibdi. Uchinchisiga ham bilmayman, hammasi tuxumbosi yotibdi. Tashqaridagilar bular narlar, polapollar, yangi Gnezdodan chiqqanlar. Mana akalar. Tomosha qilishlar mumkin. Shu to'rttada yana 20 ta, 30 ta bo'lib ketdi. Hozir buni ichida ham 10 ta o'tib tushadi ham. Da xolasa endi kommentariyga bir haligi bari qush boqayotganlar ham tomosha qilishadi. Qaysi qush ko'proq bundan bu yog'iga bahorga ko'payadigan mavsumga chiqyapsiz. Qaysi qushni olishni tavsiya qilasizlar? Qanaqa qush olib tashlaydi bu yerlarga? Qanaqa qush ko'payadi bunday katta sharoitda, yaxshi ko'payadi. Bularga kommentariyga yozib qo'yinglar. Qushimni tuxumlarini mana shu yerda bor. Polapollar ham yuzlayapti. Tuxumlarni chiqartirishyapti, nimadan deyishadi ko'pchilik kommentariyada. Xo'p, Gnezdoni ilasiz, ilganingizdan keyin qaysidir qush tuxumga tayyor bo'lib kiradi, uyga tanlaydi, tuxum bosayotgan modani chiqarib tashlaydi-da cho'qib. Tuxumlarni ham olib chiqib tashlaydi. Buni aslida o'zi olib chiqmaydi. Boshqa qush olib chiqib tashlaydi. O kallasini ko'rsatyapti. Hammasida moda bor bu ichida. Mana shunda ham bor. Ko'rsataymi? Ko'rinmayapti. Bo'sh yo'q, aniq bor bunda. Hammasida bor mana shu tepadagilarda polni bor. Modalar tashqarida. Bularga jutmaslar. Haftada bir salat qilib beryapti. Bularda hozir mash partiyalar polni chiqsin, Gnezdodan polni ochib chiqsin. Hammasini olib chiqib tashlaymanda boshqa yoqqa chiqarib, bu yerga nerazushka boqmoqchiman. Bu joyda nerazushka ko'paytirib, nerazushka boqaman. Ya nerazushka yo karella boqaman. Agar boqayotganlar bo'lsa, bir maslahat berib yuboringlar, tavsiya qilib kommentariyga yozib qo'yinglar. Qaysi biri yaxshi ko'payadi, karellami yo nerazushkami? Boqqanlar, sinovda o'tkazganlar bo'lsa, iltimos sizlar ham yozib o'tinglar kommentariyga. Amidinka ham tavsiya qilishyapti, Amidinka boqing deb. Unga qiziqishim uncha yo'q, lekin nerazushka bilan karella boqmoqchiman. Mana. O'tkazgan vaqtlarga rozi bo'linglar akalar. Kanalga obuna bo'lib qo'ysalaring, bachkana narsa chiqmaydi. Qo'y chiqadi. Men soham qo'y, o'zim savdogarman. Qirg'iziston Bishkekdan qo'y olib kelib sotaman. Kanalimga mana kommentariyaga kanalim silkasini qo'yib ketaman. O'tib obuna bo'lib qo'ysalaring. Obuna bo'lish bepul, hech qanaqa bir megabayt olmaydi. Kimgadir qo'y kerak bo'lib qolsa vaqti bermadim. Shuni o'tib aloqaga chiqib ko'rasizlar o'zingiz. Sog' bo'linglar akalar, o'tkazgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar.